Assalomu alaykum bütün dünyadaki suyumli Uyg'ur xalqim. Yaxshi masala. Bugun vatanimizda tajovuzchi kommunist Xitoylar tarafidan cho'ng o't opti bo'lgan. Ya'ni Urumchida 50 dan ko'p Uyg'ur ko'ydirilgan. Binoning ichida tirik holatda o'tning ichida kuyib o'ldirilgan kun qarindoshlar. Ya'ni 2024 11 ayının 24 kuni mana bugün sap 2 yıl oldu qarindoshlar. Kommunist Xitoylar mana bugungi kunda 50 dan ko'p Uyg'urni, buning ichida kichik bolalar emas, qaranglar qarindoshlar, buvaqma bog'ning ichida. Yo'g'ini olsa, qarasangiz 50-60 yoshdagi onamiz. Mana shu 50 deb Uyg'ur o'tning ichida tirik ko'ysa, tajovuz kommunist Xitoy kino ko'rganda qarab turadi. Aslında şu ot uçuraydigan bo'lsa, alavat uçuraydi. Çünkü ot uçurish stansiyasi bu binoga eng yaqin yer deydi qarindoshlar. Ammo kommunist Xitoy nima uchun uçamadi? Hatta şu binoni teshidan quluplanib edi. Şu chaqda virus vaqti bo'lgan bo'lsa-mu, amaliyotda binodan ba'zi chiqib non yemek, ichmek achiradigan imkoniyati bor. Ammo bu binoda-chi Urumchida qulupni, mühürni urib etib, hech kimni kiranmas chiqarmaslik qo'ygan. Nima uchun degan savolga burun javob bergan edik, yana javob beramiz. Kommunist Xitoy xuddi virusni sanoq qilib, butun dunyo bu uyan kelgandan keyin butun bizning vatanga tarqatgan bo'lsa, nurg'unlagan Uyg'urlarni virus banasi o'tgan bo'lsa, keyin dunyo yana bu uyan kelgachga butun dunyoga virus tarqatgandek, bu ot optidimi Uyg'ur xalqimiz uyg'onmagan bo'lsa, Çetellik Uygurlar bunu keng ko'lam tashviq qilmagan bo'lsa, butun xalqarodagi medialar kommunist Xitoyning bu o'yin oshkorlamagan bo'lsa, bu o't shu kuni butun vatanning 16 shahri tarqab bo'ladi. Vatanimizning 16 shahrida tajovuzchi Xitoylar o'tni qo'yib berib, o'zlari qo'yib, o't optida manchilik odam o'ldi deb 1 million 10 odam o'ldi deb plan tugatmoqchi edi. Ammo butun dunyo hem çetelge muhaciret, hicret qilgan. Şu vatanda qarindoshlar uchun nima ish qila olaman? Vatanimni qutqizaman, xalqimni qutqizaman deb chiqqan shu qarindoshlar birma-bir mana shunga to'g'ri internetda bo'lsa-mu kommunist Xitoy bilan jang qilish orqali Xitoyning bu o'yinini tashladi, buzib tashladi. Kommunist Xitoy har vaqt bir rezil bir niyat yetish uchunchi avval kichkina bir ishni sinab qildi qarindoshlar. Şu sınavdan ötüp kalsa Xitoy bunu amaliyleştirdi. Sınavdan ötmey kalsa qilmaydi. Mesela 2009 Urumchi katliam bo'lgan vaqtida bütün xalqimiz qo'zg'alib chiqdi, namoyish qildi. Qo'lida tayoq, kaltak bor xalqni kommunist Xitoylar qurol yaroqli bilan, zambirekli bilan, bombali bilan, deymizki tankli bilan bostirdi qarindoshlar. Nurg'unlagan qarindoshlar tirik kun bitdi, ammo dunyo buning qarshiligini ko'rsatdi. Mushuni qilmagan bo'lsa, Urumchidagi bu 2009 Urumchi katliam emas, 2009 butun Sharq Turkiston Uyg'ur davlat katliam bo'ldi. Mana mushuna o'xshash Xitoy har vaqt mana shunday nurg'unlagan o'yinni o'ynab keldi, ammo Allohga shukr muhojirat Uyg'urlar buni buzib keldi. Buningdan keyin shunday qilaylik. Hatta Alloh nasib qilsa, mana mush qarindoshlarimizninki o't optir shehid bo'lgan, mana mush qarindoshlarimizninki qon qisosi, jon qisosi uchun bütün dünyadaki hamma Uyg'urlar amal va kuchab tashviqot qilaylik. Mana bu qarindoshlarning ba'zi oyatda va batda 2 yilning oldida guvohlik bergan edi. Ana shu guvohlik bergan qarindoshlar oyatda va bat qaytadan harakat etaylik. Inshaalloh mushu o't optida shehid bo'lgan, ham uningdan burun shehid bo'lgan bütün shehidlarimizning intiqomini patarda olamiz inshaalloh. Bugun qisqa so'zlayman, faqat mush to'g'risida uzun bo'ldi xalqimga so'z qilolmagan edim. Bugun bu masala muhim bo'lganligi uchun har qanday ishni tashlab so'z qildi qarindoshlar. Alloh xolisa mana mushuk qarindoshlarniki o't optiri ko'ygan, ham undan bir shehid o'g'illarning qani aslo baqa ketmaydi qarindoshlar. Qarab beqinglar esimga. Bu oilaningki haqiqiy bir diniy oila ekanligi. Bir pok, bir islomiy oila ekanligi. Qara, ayollarning beshligi ro'mol, bolalarning kiyinishi, yurish turishidan imonning nur chaqnab turadi. Haqiqiy Uyg'urning chehri ko'rinib turadi qarindoshlar. Demak, Xitoy bilib mana shu oilaga hujum qilgan. Shuning uchun butun dunyoga Uyg'urlar deydigan emas, har vaqt kurash qilaylik. Oxirgi kurash qilaylik. Vatan mustaqil bo'lish kurash qilaylik. Dunyo vaziyat Uyg'urlar yosh kelyapti. Buning uchun butun xalq maslashaylik. Vatanimizni birlik qutqizaylik. Vatanimizda inshaalloh birlikda 3-4 bayrog'imizni lapataylik.